Uy qurayotganda odamlar millionlab pulni ta'mirga emas, bilmagan xatolar tufayli yo'qotadi. Mana shu 3 ta xatoni qilmang. Ko'pchilik uyning tashqi qismiga, ya'ni ko'rinadigan joyiga e'tibor berishadi. Ko'rinmaydigan qismiga esa muhim emasdek qarashadi. Birinchi xato bu devorlarni izolyatsiya qilmaslik. Ko'pchilik bunga pul tejaydi, lekin qishda uy issiqlikni tez yo'qotadi. Yozda esa aksincha. Natijada gaz ko'proq sarf bo'ladi va har oy kommunalka uchun ortiqcha pul to'laysiz. Ikkinchi xato albatta loyihasiz ishlash. Usta o'zi bilan deb loyiha qildirmaydiganlar juda ko'p. Yaxshi loyiha sizni keyingi ortiqcha xarajatdan saqlaydi. Uchinchi xato ishonchli servis va mutaxassis tanlamaslik. Bugun arzon ustani tanlaganingiz sizga foyda bo'lib tuyulishi mumkin, lekin ertaga suv oqib ketishi, bosim bilan bog'liq muammolar va isitish tizimidagi nosozliklar sizga ertaga bundan ham qimmatga tushadi. Shuning uchun uy qurayotganda faqat materialga emas, uni kim va qanday qurayotganiga ham e'tibor bering. Biz Kashluksda mijozlarga shunchaki mahsulot sotmaymiz, loyiha tayyorlaymiz, sifatli montaj qilamiz va keyinchalik servis xizmatini ham taqdim etamiz. Maqsadimiz uyingiz bugun ham 10 yildan keyin ham ishonchli ishlashi.